Assalomu alaykum. Darsimizni boshlaymiz. Bu darsda hacker fikrlash tarzi, ya'ni hacker mindset nima ekanligini bilib olamiz. Hacker mindset bu hacker fikrlash tarzi. Hacker doimiy o'rganish kerak. Ya'ni hech kim zo'r bilmaydi. Yaxshi doim o'rganamiz. Tizimli va tizimdan tashqari o'ylash kerak. Birinchidan bu qanday bo'ldi va nimaga bunday bo'ldi? Agar bu narsani boshqacha qilsam qanday bo'ladi? Ya'ni tizim tomonlama va tizimdan tashqari o'ylash kerak. Misol uchun oddiy kompyuterda internet uzilib qoldi. Birinchidan bu sozlamalardan deyish mumkin. Ammo hacker birinchi bo'lib, misol uchun qutidan tashqari o'ylash kerak. Ethernet, ya'ni sim ulanganmi yo'qmi shuni ko'rish kerak. Ethernet kabelini ko'rish kerak. Shuning uchun qutidan tashqari fikrlash, ya'ni fikrlashni kengaytirish kerak. Ya'ni agar buni bunday qilsam nima bo'ladi? Shunday o'ylash kerak.